Qani, bismillah. Voy. Shunaqangi yumshoq, takoy degani maza qilib bilinadi-yu ani. Yangi xonadon qilib, endi ko'chmoqchi bo'layotgan akalar. Agar siz to'y qilyapsizmi, yangi xonadonga ko'chyapsizmi, qarang mebellarni. Yog'och haqiqiy chisti bo'ladi-yu ani, naturalniy, qo'l mehnatida chiqarilgan bo'ladi-yu. Men buni faqat til bilan tushuntirib bera olmayman. Siz faqat o'zingiz kelib, Xudo xolasa, shu qo'llaringiz bilan ushab ko'rib his qilasiz. Yana qaytarib o'taman, bu fabrikada aynan italyanskiy texnologiyada ishlab chiqariladi. Taxminan 89-90-yillardan boshlab ishlab chiqarishni boshlashgan. Ishlab chiqarish bo'lgani uchun sifati premium, masalan, zo'r bo'lgani bilan, lekin sifatiga yarasha narxlarni ham qulay qilib qo'yishgan. Prosta sifatni yaxshi ko'radigan akalar, kelasizlar, Xudo xolasa, keling bilan o'zingizni bitta ko'ringlar. Siz xohlagan premium darajani o'zingiz his qilib, Xudo xolasa, gap yo'q, lekin baraka topinglar deb ishinglar oson bitadi degan umiddamiz. Joninglar sog' bo'lsin, ishingizga rivoj, ko'pchilik ko'rsin, sifat sevuvchilar, like bosib qo'ysanglar, hammamiz xursand bo'lamiz. Salomat bo'linglar.